Rahmat bizni mana shu bugun mana shu dargohga o'zga buyuk shu o'zga shahriga taklif qilganingizga Sulton aka avvalambor sizga rahmat. Mana shu nima Ixtiyorjon Rasulovning boshchiligida mana delegatsiya mana shu kelib mana shu Sumalak sayli deydi, Navruz bayrami deydi, keyin mana shu Qirg'izistondagi mana shu muzeyni mana bu O'zgandagi muzeyni qo'riqxonani tashkil topgani bu o'zi juda uzoqgan tarixi. Biz mana shu yerga kelib mana shunchalik ishtirok etganimizga sizlarga avvalambor mamnuniyatligimizni izhor etamiz. Mana shu xudo xolasa mana pishirayotgan sumalagimizni islomon sog'lom mana pishirib olish, ertaga mana shu hali o'zbeklar shunday gap bor, har kuning Navruz bo'lsin deydi-da. Shuning uchun mana shu Navruz bayramida mana shu shunday kunlarga yetkazganlarga Xudoga shukr qilamiz. Salomat bo'linglar. Doimo shunaqa xursandchilik bayramlar bo'lsin, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Muzey qo'riqxonasini ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zgan shahrida doimo odamlar bilan gavjum bo'lsin. Juda xursandmiz mana yana bir ko'rishib, didorlashganimizdan. O'zbekistonga taklif qilamiz bularda. Albatta O'zbekistonga hammalarni taklif etib qolamiz. Bo'pti Sultonbek, katta rahmat. Bizni shu qadr qilib chaqirganingizga Tugan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Qirg'izistonimizda, O'zbekistonda tinchlik bo'lsin, elimiz omon bo'lsin. Topgani yaxshi narsalarga buyursin. Bunaqa sumalaklarni ko'p qilishga Alloh nasib qilsin. Hammamizni tan joyida sog' bo'lsin, umrimizga Alloh baraka bersin. Bugün O'zgan muzey qo'rg'onda olg'achi yo'li tutilgandan keyin sumalak bo'ladi. Vaqtiyatlarni qilgan sumalaklar, bugungi egilgan ko'chatlar, kelajakda muzey kompleksining yaxshi ko'rsatkichlardan bo'lsin. Alloh sizlarga Ulug' imperiyaning tarixiy murosasi saqlanib, kelajak mundarizadagi shunday dag'i imperiyalarni quruqqa turtki bo'la turgan tarixiy o'rdalarimizdan bo'lsin. O'zgan muzey dunyoga tanilib, bu yerda yaxshi jonliliklar, rekonstruksiya ishlari tezroq boshlanib, ish boshlanishini tilakashmiz. Gapda Mana keling. Mana yaxshi tilaylarimiz sizlar. Bismillahirrahmanirrahim. O'zi birinchi marta yo'lim tuzishi. Xudo xolasa mana keldik. Yo'llarimiz ochilib, hamma yo'l chiroyli bo'lyapti. Mana bugun juda chiroyli gaplar bo'ldi. Matn bopa, sizlar mana juda ilo gaplar gapirdingiz. Mana prezidentlarimizdan hamma xursand. Mana ko'rishib ko'p narsalarga ochiqliklar berdi. Xudo xolasa yana bizga mana shu kunlarda tinch xotirjamlikda yana ko'rishib salomat bo'linglar, sizlar ham boringlar. endi ilohim ko'p yillarga xizmat bo'lsin nimamiz Aytganingizga rahmat. keltiringizlar. Albatta. Shu yerda bir O'zganda bir qarapachilarni bir cho'ng maktabini ochamiz degan yaxshi niyat tilaymiz bor. Albatta. Bo'ladi, xudo xolasa, hamma kelib turib o'zimiz hammasini o'sha ikki mamlakatning o'rtasida intifoqchilik bo'lsin, birimlik bo'lsin, ha? Ellarimiz do'st bo'lsin, intifoq bo'lsin, bir tug'anchiligi. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير. Baktık, işte üçte Cilancı'da vardı. Cilancı'danın orada mazar vardı. Ben onu hatırlayıp çizip koyuyorlar. Özür
Şu yerde 5-6 yaş hayatımızı esneydi, ismimizi tanıyanda. Şunu bu etrafında oynardık. Adamlar Saraksi'ye mazarata dedirip gelip Kur'an okup geçerler. Lakin Dini Saraksi desek hiç kim bilmez. Saraksi.